Anhor.uz O'zera kabeldagi shubhali xususiylashtirish haqida maqola e'lon qilgach, tahririyatga bosim boshlandi. Davlat ulushi arzon sotilgani, auksionda affilangan shaxslar qatnashgani, bularning barchasi ochiq manbalar, rasmiy hujjatlar va sud qarorlariga tayangan holda yoritilgan. Raqobat qo'mitasi qonun buzilganligini tan oldi. Sud ham tasdiqladi. Ammo maqola e'lon qilingach, korxona bosh direktori Sherzod Umarov tahririyat ustidan bosh prokuraturaga shikoyat qildi va maqolani o'chirish talabini qo'ymoqda. Natijada Anhor.uz jurnalistlari Toshkent shahar IIBga chaqirildi. Tahririyat ochiq aytmoqda. Biz faktlarga tayanamiz. Matnni o'chirish uchun hech qanday asos yo'q. Bu shunchaki murojaat emas. Bu erkin jurnalistika va so'z erkinligiga bo'layotgan bosim. Axborot erkinligi bo'lmasa, adolat ham bo'lmaydi. Anhor.uz'ni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishda davom eting. Fikrlaringizni izohlarda qoldiring.